Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Yangi 3188 mototsiklimiz keldi. Mototsiklimiz 5-6 yoshdan 12-13 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan. Juda ham sifatli chiqqan 24 voltli katta akkumulyator va ikkita katta motor orqa baloni joylashgan. Balonlar rezinaviy balon bo'ladi. Hop, oldi chiroqlari yonib turadi, asosiy faralari. Bu yerda tormozi ham bor. Qo'ldan gaz boshqariladi. Orqa tarafda ham chiroqlari yonib turadi. Kech payt bu yoqlari ham yonib turadi. Hop, gazni bosganda tablolari ham gaz bosib ko'r. Hop, kalit bilan yoqilib o'chiriladi. Ikkita kaliti bo'ladi ichida. Undan tashqari zapaska baloni bor. Yoshroq bola bo'lsa, yiqilib ketmaslik uchun ushlab turadigan. Hozir yanimizda kuch ko'rsatadi. Telegramdan zakaz bersanglar bo'ladi. Telefon raqamlarimiz 99lik kodi bilan 810 77 47. Koreya, Rossiya va boshqa davlatlardan turib ham zakaz bersanglar bo'ladi. Haydovchi bolajon, Telegram kanalda boshqa mashinalarni ham narxini ko'rsanglar bo'ladi.